Tayyor so'ragan mijozlarimiz uchun yana bitta shunaqasini topib qo'ydik. Shahar hokimiyati orqasida yangi qurilgan 8 qavatli domlarni 6-qavatida 3 xonali kvartirani ko'rib chiqamiz. Yangi remontdan chiqarilgan, juda ham chiroyli, ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Bu kirish qismi, keng uzun koridor va chap tomonda birinchi mehmonxona joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli yorqin ranglardan foydalanilgan, chiroyli lyustralar ilingan, televizor, ugolok mebellar o'rnatilgan. Bular hammasi qoldiriladi. Isitish tizimi mavjud. Va bu tarafda esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi ham kengina, bir nechta farzand uchun bemalol joy yetarli. Отопление o'rnatilgan. Bu yerda esa umumiy sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, oyoqdagi devorlar kafel qilingan, patologiyaga e'tibor berilgan. Hamma narsa yangi, chiroyli, sifatli xomashyolar ishlatilgan. Bu tarafda oshxona. Oshxona ham kengina, taomlanib o'tirish uchun joy ham mavjud. Xolodilnik, vitishka, gaz plita o'rnatilgan, hammasi qoldiriladi. Va bu tarafda balkonga chiqish joyi bor, 3x1 balkon bor. Shakar qishloq masjidi kaftdek ko'rinib turadi. Bu tarafda esa kattalar yotoqxonasi. Kengina kattalar yotoqxonasi, bu mebellar ham hammasi qoldiriladi, radiator o'rnatilgan. Chiroyli lyustralar ilingan, patologlargacha e'tibor berilgan va eng muhimi alohida sanuzeli bor. Ikkala sanuzel ham oyoqdagi issiqpol qilingan. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli holatda, ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Ushbu uy egalari tomonidan $50,000 deb baholanyapti. Albatta kami bor. Hech narsa olib chiqib ketilmaydi, hamma narsa qoldiriladi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan bemalol savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz opisiyaniyada. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.